Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar, bizni kuzatib o'tiruvchi obunachilar. Bugun biz sizlarga pul topar mashina juda arzon, o'ziga qaraganda 1988-yilda ishlab chiqarilgan yuk ag'daruvchi, kuzov chassi raqamsiz, to'la vazni raqamsiz, yuksiz vazni raqamsiz, dvigatel raqami raqamsiz, gazga ruxsati bor. Boringki, dokument tomonlama umuman muammo yo'q. Eshiklariga lasetti ruchkalar qo'yib qo'yilgan. Yengil mashinadan juda oson yopiladi, oson ochiladi juda ham. Akalar, ukalar, mashinamizni noldan termaganmiz. Shu ishlab turgan mashinani shu sotib olib, ozgina mehr berib, kraskasini, kamchiliklarni qilib sotuvga qo'yyapmiz. Akalar, mashinamizni ramasi butun. Zadni mostda ovoz yo'q, korobkada ovoz yo'q, korobka skordan tashamaydi. Hamma mashinalar qatori buni ham motorida rasxod bor. Endi noldan terilmagan motor hammasi ham rasxod qiladi. Ochig'ini aytib savdo qilganimiz yaxshi akalar. Qolgan tomonlama mashinamizni hamma tomonlama ko'rinib turibdi. Shu bilganimizni, bir haftadan beri minib yuribmiz, ko'rganimizni sizlarga ko'rsatib aytib o'tamiz. Akalar, ukalar, gaz 53 ga barter bor. Sizlar tomonidan agar qo'shimcha pul taklif bo'lsa, gaz 53 ga barter qilishimiz mumkin. Mashinamiz akalar, ukalar, yarimta kalitda yurib turibdi. Kuzupi shu zavodskiy kuzub, taylariga 6li lis bosilgan, boshidan oxirigacha tekis qilib, buni xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'taman. 5 ta metan baloni bor. Mashinamizni oldi balonlari ham Xitoy balon, tugamaydigan balon. Orqa balonlari ham Xitoy balon. Saylonda ko'pchilik shopir akalarimiz biladi. Ancha-muncha hozirgi yangi chiqayotgan ko'proq yangi balonlardancha ko'proq xizmat qiladi. Yuzupiga ham aylana atrof taylariga ham kraskalar sepib chiroyli qilib qo'ydik. Shu ishga tayyorlab minadigan odam ham maza qilib minadi. Orqa tomoniga ikkita krilo qo'yib qo'ydik akalar. Shu o'zimiz yasab sotayotgan krilodan qo'yib qo'ydik. Orqa balonlari boringki 70 plus desa bo'laveradi akalar. Bunda to'g'ri bo'ladi. Balonimizning nomi Saylon. Xo'p, akalar, kuzupimizni ichi bu. Mana e'tibor berib qarasalaring, tekis oldili lis bosilgan akalar. Ancha-munchaga odam bo'lmaydigan qilib, baquvvat qilib lis bosib qo'yilgan. Xudo xolasa hali ko'p xizmat qiladi. Kuzupni orqa eshigini yangi yasalgan. Orqa qanotlarga avtobrizgavilarni yozib qo'yganmiz, qatirib qo'yganmiz, juda chiroyli bo'lib turibdi. Orqa balonlar to'ralasi ham bir xilda akalar. Bu simi chiqqan, buqoq, unaqa joylari yo'q, to'ralasi ham bir xilda. Kelib bemalol tekshirib olaverasizlar, joylar to'plamaymiz. 5 ta ko'tib metan baloni bor akalar. Kabinamizga keladigan bo'lsak, kabinamizni sidinalar kojadan akalar. O'ta tepalari ham, pataloylari ham kojadan, hamma yo'g'i shu e'tibor berib, maza qilib minadigan qilib qo'yilgan. Faqat shu minish qolgan xolos akalar. Ishlab turgan mashina, yana xudo xolasa bemalol hali ko'p ishlatsalaring bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, eshiklariga lasetti ruchka qo'yib qo'ygan ekan. Oson ochilib, oson yopilishi uchun juda chiroyli, tutumi yo'q. Mashinamizning narxi akalar 65 million. Ozgina kelishadigan joyi bor. Kelib bemalol ko'rib, minib ko'zlaring bilan o'zlaring ishonch hosil qilishlaring mumkin.
Telegram kanallarimiz Gaz 53 zapchaslari deb nomlanadi. Bemalol kirib o'zlaringiz sotuvdagi mashinalaring, qidirayotgan mashinalaring topishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, hammalaring Xudo rozi bo'lsin. E'tibor uchun rahmat hammalaringga.